Dünyada dağlıq ulug' Uyg'ur alim Yusuf Hasajib Qutatqu bilik baxchisi qani birlikte fikir paylanib chiqaylik. Yusuf Hasajib 1019-yil tug'ilgan, Qarxonlar davridagi mashhur olim, yozuvchi, shoir. Bola chog'ida tug'ilib, ilm tahsil qilish uchun Qashqarga kelib, xonadonlik madrasada ilm tahsil qilgan. Qisqagina 18 oyda dunyoviy asar Qutatqu bilikni yozib tamomlagan. 1085-yili Qashqarda olamda o'tgan bo'lib, ilgirki qabrsi kalkun sababli buzilib ketgachga 1130-yili hozirgi qabriga ko'chirgan. Qutatqu bilik jami 82 bob 13092 qurdan tarkib topgan she'r xarakterli qomus. Kitobga intayin nafs va o'tkir til iboralar bilan qonun, jug'rofiya, tarix, iqtisod, madaniyat, falsafa bilimlarini yozgan. Bütün dünyani qoyil qilgan bu asar nurg'un tillarga tarjima qilinib, ilham o'rnak qilinmoqda. Qabriga Shinjongda oz uchraydigan ko'k naqshliq chiniq shishiltilib, naqshlar orasiga Qutatqu bilikdan o'rnaklarni qadimiy Uyg'ur tili husni xat shaklida naqsh qilib qo'ygan. Aql qayda bo'lsa, ulug'lik bo'lur, bilim kimda bo'lsa, buyuklik bo'lur. Esenlik tilisang agar sen so'zing tilingdan chiqarma yaroqsiz so'zing degan bu iboralar orqali bilim elishning va go'zal axloq fazilatning naqadar muhimligini ta'kidlagan. Endi Qutatqu bilik baxchisining o'rniga kelsak, Qashqar shahri tantarbiya yo'lida o'rin belgilashni avatib qo'ydim. Saqlab olishni unutmanglar. Kirish bildi oralli o'tishgan. Qiziqqan do'stlar, kep ko'rib ketsanglar bo'ldi. Mazmun yoqtirgan bo'lsangiz, yurak berib 6 raqamni ko'proq yo'llab qo'yishni unutmang.